Respublika bo'yicha aksariyat umumta'lim maktablarida sport to'garaklari mavjud bo'lib, bolajonlarga sevimli sport turlari bilan shug'ullanishga imkoniyatlar yaratilgan. Poytaxtimizning Sergeli tumanidagi 7-maktabda ham ayni shunday turli xil sport to'garaklari tashkil qilinib, ulardan sport raqsi to'garagi tarbiyalanuvchilarining ko'pchiligi nafaqat sog'lomlashtirish guruhlarida, balki professional tarzda shug'ullanib, turli xil musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritib kelishyapti. Bu to'garakka qatnashadigan mana bu qizaloqlar mashg'ulotlar davomida go'zal dasturlar doirasida kuch va chidamlilikni jismonan rivojlantirishga katta ahamiyat qaratib, bir qarashda oson ko'rinsa-da, aslida murakkab elementlar bilan boyitilgan chiroyli kompozitsiyalarni marromiga yetkazib ijro etishadi. Jismonan mustahkam bo'lishligi uchun eng katta foydasi bu sport raqsi. Chunki bolajonlar musiqani eshitgan sari ular o'zligi qiziqib ham o'ynab ketishadi. O'shaning uchun jismonan mustahkam, juda ham bir baquvvat bolajonlar katta bo'lishadi. To'garagiga nafaqat Sergelida yashaydigan bolajonlarimiz, balki boshqa tumanlardan, Yangihayot, Chilonzor, Yakkasaroy tumanlaridan ham bolalarimiz ishtirok etib kelishmoqda. Albatta bugungi kunda sog'liqni saqlash, bolalarimizni gigiyenaga to'g'ri rioya qilishini o'rgatish hamda ularni o'zini xulqini, madaniyatini rivojlantirish maqsadida bu sport to'garaklar albatta juda ham muhim. Bu jajji qizaloqlar maktabdan bo'sh vaqtlarida sport raqsi to'garagiga qatnashib, bugungi kunda nafaqat respublika miqyosidagi, balki xalqaro turnirlarda ham muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishyapti. Murabbiylari qo'l ostida dasturlarni mukammallashtirib, sport raqsidagi mahoratlarini charxlab, yaxshi natijalarga erishishyapti. Jamoamiz ahil va inoq. Har doim har musobaqalarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta hammani kutib qolamiz. Albatta bunday go'zallikni kuzatgan inson estetik zavq oladi. Shu bilan birga bu sport turining foydalari haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo u farzandingizni umurtqa pog'onasi to'g'ri rivojlanishi uchun to'g'ri tanlov bo'lib, skolyoz profilaktikasida katta ahamiyatga ega. Farzandingizni sport raqsi turiga qiziqishini va iste'dodini sezsangiz, albatta uni shu kabi to'garakka bering va ishoning, bundan afsuslanmaysiz. Qizim bu sport raqsiga 2 yildan beri qatnashadi. Juda ko'p musobaqalarda ishtirok etdik. O'tgan yili Samarqand viloyatiga ham borib keldik. Juda qiziqarli bo'ldi. Qizim yaxshi yutuqlarga erishyapti. Albatta bu bizni ota-ona sifatida juda xursand qiladi. Kelayotgandan beri ahamiyat berdim. Qad-qomati to'g'rilandi. Qaysiki ota-ona niyat qilayotgan bo'lsa, agar xohlayotgan bo'lsa, qaysi sport turiga berishi, shu sport raqsiga berishni tavsiya qilaman. Baribir sog'liq uchun sport juda foydali. Ayniqsa qizlarga, qad-qomatiga, bo'yiga juda foyda beradi. Qizalog'ingiz sog'lom rivojlanishini istasangiz, uni xohishlarini inobatga olib, ta'lim maskanidagi yoki yaqin atrofingizdagi sport to'garaklariga albatta olib boring. Malakali mutaxassislar uning qobiliyatini charxlashadi. Dilbandingiz kun kelib sport olamidagi yulduzga aylansa ham ajab emas.